ota-onasini qoldirib, xotini bilan bir tan bo'lib yashaydi. Odam bu ayolini Havo deb atadi. Xudo sharqda bog'i Eramni barpo etdi va odam bilan Havoni shu bog'ga kiritdi. Ular yalang'och edilar, vali bundan uyalmasdilar. Ushbu bog' o'rtasida bilim daraxti, ezgulik va yovuzlik bilimi daraxti o'sardi. Xudovand odamga dedi: Sizlar bog'dagi barcha daraxt mevalarini yeyishingiz mumkin. Faqat bilim daraxtining mevasi bundan mustasno. Sizlarga uning mevasidan yeyish man etilgan. Agar ul mevadan tatib ko'rsangiz, o'lasiz. Bog'dagi hayvonlar ichida eng ayyori ilon edi. U Havoni avray boshladi. Bilim daraxti mevasidan tatib ko'r. Qo'rqma, o'lmaysan. Aksincha ko'zing ochiladi. Va sen Xudo kabi ezgulik bilan yovuzlik nimaligini biladigan bo'lasan. Havo mevadan yeb ko'rdi va bir qismini odamga yedirdi. Shunda ikkovining ham ko'zlari ochildi. Ustlarida liboslari yo'qligini ko'rib uyalib ketdilar va o'zlarini daraxt panasiga oldilar. Ammo Xudovandi Karimdan yashirinib bo'lmasdi. Xudo ularni topib, ustlariga kiyim kiydirdi. U ayyor ilonning gaplarini ham eshitgan edi. Shu bois uni la'natladi. Sen bir umr qorningda sudralib yurgaysan va yemishing tuproq bo'lg'ay. Odam bilan Havoni esa jannat bog'idan haydab yubordi. Yer yuzida yovuzlik shundan boshlab paydo bo'lgan ekan. Oqibatda odam o'g'li Qobil o'z ukasi Hobilni o'ldirdi. Hammanglar birinchi inson odam avlodlaridirsizlar. Men kim Ibrohim odam o'g'li bo'lmish Shetning, shuningdek kema qurib Xudovandi Karim yerga yuborgan buyuk to'fon chog'ida jo'shqin dengizlarda suzgan Nuhning avlodidirman. Xudovandi Karim menga shunday amr etdi: Sen ko'rsatganim mamlakat sari yo'l ol. Mening ilohiy kalomimga quloq os. Shunda sen ul zaminda xotirjam va barakali yashagaysan. Men seni tabarruk qilib nomingni ulug'layman. Odamlar bir-birlarini sening noming ila duo qilgaylar. Seni duo qilganlarni men duo qilgum. Seni la'natlaganlarni men la'natlagum. Va sen orqali yer yuzidagi barcha odamlarga duoi xayr yo'llagaymen. Men Xudoning kalomlariga quloq solaman. Ularga amal qilaman va unga iymon keltiraman. Sizlar ishonasizlarmi Xudoga? Men ishonaman Xudoga. Men ham ishonaman Xudoga. Men Xudoga ishonaman. Men Xudoga ishonaman. Biz hammamiz ishonamiz Xudoga. O'zingga boshqa yaylov qidir. Bu yer seni joying emas.
Men ham senga o'xshaganman. Meni hojam bilan seni hojang bir-biriga teng. Lutni aytyapsanmi? Yanglishasan. Kezi kelganda meni hojam senikidan o'zib ketadi. Ibrohim yolg'onchi. Og'zingga qarab gapir. Bilasanmi odamlar nima deyapti? Hech qanday mamlakat yo'q. Xudo ham yo'q. Chol aqldan ozgan. Yelizar! U sizni haqorat qildi. Bunday qilish yaxshi emas. Ruban haq gapirdi otasi. Qani o'sha huzur baxsh o'lka? Jiyan! Bu yerga kelganimizdan buyon Xudo marhamatini darig' tutmadi. Poda va suruvlarimiz kundan kunga ko'payib semirishmoqda. Illo bu yer hammamizni boqa olmaydi. Shuning uchun ham cho'ponlarimiz o'rtasida mubohasa yuz bermoqda. Biz zinhor tortishmasligimiz kerak. Lut, sen jigarimsan. O'z o'g'limday ko'raman seni. Kel, yaxshisi ajralishaylik. Agar chap tomonga yursang, men o'ng tomonga boray. Bordi-yu sen o'ng tomonni ixtiyor qilsang, men chapga yuray. Xo'p, hojam. Sizga qarab yuragim ezilib ketyapti. Shunday qilishim shart edi. O'g'il tug'ib berganimda tashvishingiz arigan bo'lardi. Qo'rqma, Ibrohim. Men senga panoh bo'lgum va ulkan in'om ato etgum. Unday in'om yo'q, xudomandim. Zero menda o'g'il yo'q, vorisim yo'q. Shu bois o'lganimdan keyin butun mol davlatim qulim Yelizarning ixtiyoriga o'tgay. Osmonga qara. Yulduzlarni ko'ryapsanmi? Ular shu qadar ko'pki, sanab adog'iga yetolmaysan. Sening ham avloding shunaqa ko'p bo'lgay va quling hech nimaga erisha olmagay. Sen o'g'il ko'rasan. Shu o'g'il sening vorising bo'lgay. O'z o'g'lim bo'ladimi? Ishonmayapsanmi? Ishonaman. Men senga ishonaman. Axir bepushtligimni bilasiz-ku. Nima, nikohsiz xotin oling demoqchimisan? Ko'pchilik erkaklar shunday qilishadi. Shunaqa taomil bor axir. Bo'lmaydi, yo'q. Sendan boshqa hech kim kerakmas menga. Gapingda ma'ni yo'q. Men Xudoga ishonaman. U bizga o'g'il ato etadi. Qanaqasiga? Faqat boshqa xotin olsangizgina. Chora, men sendan boshqa xotin olmayman. Olishingiz kerak. Shundagina Xudo sizga va'da qilgan o'g'il dunyoga keladi. Birdan bir orzuyim sizga farzand tug'ib berish edi. Bilaman. Sen uchun bu eng og'ir kulfat. Vali men senga umrbod sodiq qolaman.
tasalli bermang. So'zlarim rost. Boshqa xotin kerak emas menga. Unda tushunmadim. Men ham tushunmadim.